17 bab. İbrahim 99 yaşında Perverdigar onunğa körünüp, "Men hemmige qadir Xudodirman. Sen davamlıq mening yo'limda menib, qusursiz odam bo'l. Men sen bilan tuzgan ahdamda ching turib, seni ko'p avlodli qilaman," dedi. İbrahim yerga bosh qo'ydi. Xudo uningga mundaq dedi: "Mening sen bilan tuzgan ahdam mundaq. Sen nurg'un millatlarning otisi bo'lasan. Hozirdan boshlab sening isming İbrahim emas, İbrahim, ya'ni nurg'un avlodlarning otisi bo'lsin. Chunki men seni nurg'un millatlarning otisi qilaman. Men sana ko'p avlodlarni beraman. Ularning orasidan yangi xalq va podshohlar chiqadi. Men sen ve kelgüsüdeki evlatların bilen tüzgen mengülük ehdemde turman. Men senin ve evlatlarının Xudosudurman. Sen hazır Kananda musafir bulup yaşavatsan. Ama bu bütün zeminini sana ve senin evlatlarına təqdim kıldım. O, senin evlatlarına mengü miras bolsun. Men ularının mu Xudosudurman. Xudo yana mundaq dedi: "Endi sen ve senin evlatların mu mening ahdamda ching turishinglar kerak. Sizlarning oranglardagi har qanday er kishi xatni qilinish kerak. Mana bu mening sen ve senin evlatların bilan tuzgan ahdamdir. Hozirdan boshlab sizlar barliq o'g'il bovoqliklaringlarni, mayli uyinglarda tug'ilgan yoki chet elliklardan setib olgan qulinglar tuqqan bo'lsin, ularni tug'ilib 8 kuni xatni qilishinglar kerak. Xatni qilish oramizda tuzgan ahdining belgisi bo'lib qolsin. Hamma erlarning xatnisini qilishinglar kerak. Sizlarning tilinglardagi belge oramizdagi tuzgan mangulik ahdamning belgisi bo'lib qolsin. Xatni qilingan erni xalqim qatoridan chiqarib etaman. Unda kishi mening ahdamni buzgan bo'ladi." Buningdan boshqa Xudo İbrahimga mundaq dedi: "Sening ayoling Sarohning ismi hozirdan boshlab Sora, ya'ni ayol shahzoda bo'lsin. Men uningga baxt ato qilib, uningdan sana bir o'g'il taqdim qilaman. Sora nurg'un millatlarning onasi bo'ladi. Uning avlodlaridan podshohlar chiqadi." İbrahim yerga bosh qo'yib, kulib, ko'nglida: "100 yoshlik bo'vay qandaqmi farzand ko'ralisin? Sora bo'lsa 90 yoshga kirgan tursa, qandaqmi homildor bo'la olsin?" deb o'yladi. Va Xudoga: "İsmoilni baxtga erishsang bo'ldi-ku", dedi. Lekin Xudo mundaq dedi: "Yo'q, Hajar emas. Ayoling Sora sana bir o'g'il tug'ib berdi. Onun ismini İshak qo'y. Men uning ve uning avlodlari bilanmi manguluk ahdamda ching turman. İsmoilga kelsak, u to'g'risidagi talpingnimi angladim. Men uningga baxt ato qilib, uning naslini nihoyat ko'paytiraman. U 12 podshoning otisi bo'ladi. Men uning avlodlarini ulug' bir millatga aylandirman. Biroq mening ahdam bo'lsa, kelar yili mushu vaqtda Sora sana tug'ib beradigan o'g'il İshak bilan bog'lanishliq." Xudo İbrahimga bu so'zlarni qilib bo'lib, uning yenidan ayrildi. Mana shu kuni İbrahim Xudoning amriga amal qilib, o'g'li İsmoil ve oilasidagi hamma erlarni, jumladan oilasida tug'ilgan va setib olgan qullarni xatni qildi. İbrahim xatni qilinganda 99 yoshda, İsmoil xatni qilinganda 13 yoshda edi. İkisi oilasidagi hamma erlar, jumladan oilasida tug'ilgan va chet elliklardan setib olingan qullar bilan birga
shu kun ichida xatna qilindi.